Erkak xiyonatini asl sababchisi kim? Shu kungacha erkakni xiyonatini asl sababini hech kim topmagan. Lekin men tahlillarimga tayanib ko'radigan bo'lsam, o'sha erkakni oilada olgan tarbiyasi, otasining onasiga munosabatlari va onaning o'g'il tarbiya qilayotgan paytda unda o'sha sadoqat, vafo, oilaga mehr kabi tuyg'ularni shakllantirilmaganligi. Ikkinchi tomondan esa turmush o'rtog'ining uquvsizligi, tajribasizligi, fe'l-atvori, erkakka chiroyli muomala qila olmasligi, erkakning ko'nglidan joy topa olmasligi, erkakka o'z vaqtida e'tibor va vaqt ajratmasligi. Lekin bitta haqiqatni tan olishimiz kerak, fe'lida buzuqligi bor, xulqida buzuqligi bor bo'lgan erkak baribir xiyonat qiladi.